Azizani Qashqardan bir o'g'lonimiz yetib keldi. Biroq u onam kelmadi deb kuy qatmoqchi. Azizlarimiz, onlarimizga qasidalar, madiyahlar tugamaydi. Qani bu yigitni sahnimizga boshlaylik. İpek Yol Sadası programmasını televizordan algandan sonra şunga o'tib qiziqish bilan shu qatnashishni jarayonga keldim. İpek Yol Sadasida men shu tanlash fursatidan keyin shu sharoitlarni ko'rib qolgandan o'zimni xush bo'ldim. Shuning har qanday bir qiyinchilik qarmay shu ishga atlandim. Taşkı urma buldum, yıllap kalktırım. Şeymenin ezdi dilli, yürüdüm ahkurum. İşim taşkı urma buldum, yıllap kalktırım. Kıygeler mu kilip gidi, durdine tire. Geller mu gelip gitti, diyet giren. Yönetigim baş anayım, anam gelmedi. Yıkıldım küp hayat mezil davalirda. Yünen gün kadir danim anam gelmedi. İlli yamay mehirlerinin gülhanlirda. Kuslar kalbim mehribanım anam gelmedi. Basiretler husumetim Tanlar atmedi. Tam sabahim hem kuyaşım anam gelmedi. Yağar külbet her çağ kalbim aram tapmedi. İstedim dil aramam anam gelmedi. Yağar külbet her çağ kalbim aram tapmedi.
Gaflet husumetim Tanlar atmidi Tan sabahim hem kuyaşim Anam kelmidi Yağar külbet erça kalbim Aram tapmidi İstedim dil aramım Anam gelmedi Yağar külbet erça kalbim Aram tapmidi İstedim dil aramım Anam gelmedi Assalomu alaykum. Do'st ustoz. Men aziz diyor Qashqar davlat bog' yesiga keldim. Asosan yezniki madaq shaq sendan olib chiqqan bo'lsam, mana sen chiqmaganda tandirib qoldim. Ishqisi yo'q. Kechiring ustozlar. Hazır Abdullah efendim nima jig'iltib aytdingiz bizni? Meni nima jig'iltib aytdingiz? Sizniki arzu armanlaringizni bizga deb bersangiz bo'lamdi. Men bir odatki naqshchi. Men umuman to'y-to'yda anday naqsh qilardim. Ammo ijodiyatim meniki yig'at san'at bilan shug'ullanaman. O'zingiz yig'atchi? Bu bultur 9-ayimiz yilda shu Qashqardan elib yig'at mashina men yasab keldim. San'at bilan bir ishga bo'lamdi. Bizning qiziqish shunchalik onunga urib turdi. Yani shunday qilaman. Ustozlar ko'proq aytaman. Gaplarim og'zim qurib turdi. Kelamadi, kechiringlar. Ishqisi yo'q. Sizning naqshingizni ana yaxshi ijodiy ahang bo'lib chiqibdi. O'zingizmi unda aytdingiz. Men biraz malol bo'lib qolib, chunki bu onalar to'g'risidagi tema o'lmas temalar. 5 yildan o'tgan odamlarning hammasi biraz hayajonli qoldi. Bu men shunda bo'lib qoldim. Shunga men aylanmadim, lekin sizni tabriklayman. Yaxshi naqshingiz bilan, yaxshi ovozingiz bilan muborak bo'lsin. Mushu ijodiy ohangingizni mushu televizor orqali butun Shinjongdagi qarindoshlarimiz anglaydi. Liqqida hayajon ilkida o'rildim. O'rlash jihatda amaliyotda ma'lum kamchiliklar ko'rildi, lekin bu kamchiliklarning ma'voyligi to'lib toshqanligida hissiyot yetib ketdi. Menimcha bir naqshida naqsh o'rinlash texnikasi, mahorati bu mo'yin, lekin eng mo'yini mush odamni ta'sirlantirgan mush hissiyot. Siz mush jihatda utuq qozondingiz. Ammo o'rlash jihatdagi, masalan, qiyish bu ishlarni biz keyingi musofalarda cho'qim yengimiz unda. Bosqichlarda o'ngishilib ketadigan ishlar. Unda siz tanlash huquqi sizda qoldi endi. Men tanlashim. Turmuza haram tanladim. Nurdisa Abbas xonimning san'at suyar o'tliq ko'zlari, Nur Mamatjon Abdurimning san'at hayoti nurliq bo'lsin. Çin Nuri Biyoper Teknisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik nemin Çin güzel girim buyumları mahirlağa amet dileydi. Programımızda devlet derecelik ekologik rayon Kelpin Nahiyet Kazbağırı caylaşkan kimiyelik doğrulardan hali, bulgangan havadan hali, süpersiz buğdaylardan hali, bulgangan sudun hali, ozukluk madla köydürü bitişten hali. Hesap tabiiy un işlep çıkarıvatkan El Nuri unçılığı alaydı kolları. Tabiiy yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Bir yerde erkekler kuvvet içindeki samimi asker. Programımız hazırda başladı. Bu yigit 22 yaşında yuragiga armonlarni tengib sahnimizga yetib keldi. O'tliq sadolar bilan murodiga yetishini tilab, dilmuratni qarshi olamiz. Mening qilishim bo'lsa, san'atdan boshqa yana tantarbiya masalan, basketbol o'ynash,
takıyanmış işləyəndə. Müziklik alaydıkım adətdə amma bak naqşlarını eşitni yaxşı görmən, həm xalq naqşlarını yaxşı anlayman. Bundan burunmu sınıf fəaliyyətlərinə, məsələn, ali məktəbdəki yoki başqa sınıf fəaliyyətlərinə aktiv qatnashib kelayotgan, müşqitimi televizordan mush xabarni alan, haqiqatan yaxshi bir program ekan. O'zimni qatnashib sınıf qaytgan maqsadda qatnashib qoldim. Bu yerliklarni hammasini yaxshi qo'llab kelyapti va ularga rahmat aytaman. Ishonchim zo'r, cho'qim chempion bo'lishni qo'lga keltiraman. Sen yok gülüm, sen yok bu bağda. Şu bitçe cüp cüp seydiler. Sen yok gülüm, sen yok bu çağda. Şu bitçe cüp cüp seydiler. Sen yok gülüm, sen yok bu çağda. Cimcit ana aydın keçiler, yıldızlardan hasret döküler. Cimcit ana aydın keçiler, yıldızlardan hasret döküler. Ben kütmem sübhini ama sen yok gülüm, sen yok bu tamda. Ben kütmem sübhini ama sen yok gülüm, sen yok bu tamda.
Assalomu alaykum efendim hanımlar, barliq tomoshabinlar. Kechqurunlar xayrli bo'lsin. Mening ismim Dilmurod, o'zim Urumchida o'sib cho'ng bo'lgan. Bu yil 22 yosh. O'quvchimi? Yo'q. Ne ish qilyapsiz hozir? Hozir muqim xizmat qilmadim. Andijonda restoranlarda naqsh etayotgan. Ovozingiz haqiqatan chiroyli. Ovoz tusimi bek chiroyli ekan. Lekin nima uchun yuqori ovoz kelgan chaqda ovozingizni bo'g'ib olasiz? Partlab chiqmaychi? Ovozimni yuqori ko'taray deyman, lekin ko'tarib bo'lmaydi ekan men. Tantirib qoldingiz shundami? Azroq. Bu balki mana shu ovoz tarbiyasi elish bo'lmagan bilan munosabatli. Menimcha shu. Bu naqshni men aytgan burun. Sen mi yaxshi aytding? Bunidagi taxim yaxshi aytishga tirishaylik, endi ishimizdan boshqa bu yerda tanlash bo'lmaydi deydi. Boshqa qachonmaysiz hozir. Oldimizdagi musobaqalarda yana talantini taximni to'liq namoyon qilishga tirishgan. Ma'qul, rahmat. Kel. Dilmurod shogird bo'lgan ustozi Abdulla efendimi 22 yoshlarda san'at babida tarbiyalanishga boshlagan. Bugun Dilmurod Muhammadmi Abdulla efendiga shogird bo'ldi. Ustozlarning aql ko'zi shogirdlarni bayqashga moyil. Sizlarga g'alaba tilaymiz. Çin Nuri Biyofen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik menin Çin güzel girin buyumları mahirlarga amet dileydi. Bu programını samimi şirketi Malaysiya'dan import kılan Şübidin Hali Biyyette Erkekler Kuvvet İçimligi alaydı talep kıldı. Bu yigitning ismi Kamoljon Abduriyev. U hozir Kasbiy universitetining musiqa ma'rifati kasbida o'qiydi. Bu bugun sahimizga o'zini sinab yiqish maqsadida keldi. Qani qarshilaylik. Ben kichkindan tortib seni shunda qiziqdim. Cho'ng'agandan keyin gitar qiziq qoldim. Uydagilarim hozirgacha qo'llab kelyotdi. Agar bugungi musobaqada aylansin, bu men uchun shunda bir xo'shallik esa menga unutib qolmayman. Agar bu yil men chalinib ketib qolsam, men kelajak yil men uylanib turib qaytib kelaman.
Assalomu alaykum, mening ismim Kamoljon Abdurahim bo'ldi. Bu yil 19 yoshga kirdim. Hozir Urumchi Kaspiy universitetida o'qiyman, muzikada. Siz mushu ovozda izchil qaymadingiz. Shunchalik yaxshi aytdingiz. Lekin yurakni titratgandek bir ovoz bo'lmasimi? Men bir aylanib ko'rib baqay. Bu mikrofonning orliq qanchalik desam, bek jiroq orliq o'tibdi, Abdulla afandim. Mushunchalik orliqda. Agar yaqin tutgan bo'lsangiz, texmi yaxshi bo'ladi ekan to'q. Sizga bir fursat berishni to'g'ri deb o'yladim. Shuning uchun men siz uchun aylandim. Men uchun to'g'ri. Muborak bo'lsin. Men kichikgina bir taklifim. Naqshini o'rlaganda abi bilaklarda ozroq bir hissiyot jihatda, eg'ir yenik jihatda farq bo'lsa, texim yaxshi bo'ldi. Masalan, avjiga bir bo'lik kelgan chog'da sal ovozini qo'yib beribroq, kuch beribroq, sal abi bilakda bundoq bir har xil davolg'ishmanda bo'lsa, anglashqim rahat, o'zingizga rahatroq bo'ladi deb. Aylanishqim rahat bo'ladi. Diğerlerine özüm o'ngshayma. Keling aftim. Kamoljon o'z talanti bilan Nurnisa xonimning qo'lishiga erishgan. San'at musobaqasidagi tunji qadmingiz muvaffaqiyat bo'ldi. Yanada tirishing Kamoljon. Birinchi darajalik mukofotimiz Sattava hasilni bozor sog'an G'o'lja Hosil musulmoncha yelaklik ishlab chiqarishni ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Bu programmani samimiy shirkati Malayziyadan import qilgan Shubidin Xoli biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Fakriya Zokir bugungi sahnamizga kelgan ishi eng kichik Hepsi yana ders okuyor.
Gelmeydim karıştırın gözümden. Bilmeymen ayrılık gelmemendim. Çünkü seni sögen yürektim. Yüreğim kıynama. Kıynama sana saltıma. Abımırdan ısıp sana. Dağlarım karak yoluma. Yüreğim kıynama. Kıynama sana saltıma. Abımırdan ısıp sana. Dağlarım karak yoluma. Ayrılığım sebepsiz senendin. Aktı yaş doldurma gözümden. Sevinip sürdün gemen kara. Ecem yok enali burçinum. Çıkmaydın imiş gelsindin. Gelmeydin karıştırın gözümden. Bilmeymen ayrılık gelmememdim. Çünkü seni sögen yürektim. Yüreğim kıynıma. Kıynıma sana sapıma. Algım buradan asıp sana. Dallarım karak yoluma. Yüreğim kıynıma. Kıynıma sana sapıma. Algım buradan asıp sana. Dallarım karak yoluma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Unda umma qiz, siz o'zingizni bir tanishtirib o'ting, ha? İsmim Fehriye Zakir. Bu yıl 16 yaş kirdim. Hazır Ürümçilik Soğuttur Mektebi'nin to'liq 2. sınıfta o'qiyapman. Naqshini bek chiroyli qilibsiz. Men mush ovozni bek yaxshi ko'ratdim-chi. İnimni tanıştırıp koyun kızım. Ha, to'g'ri. Abduxabar. Sizlar tanıysizlar için. Tanıyımız. Şundaqtımı tanımaydiganlarga. Va Abduxabarga rahmat. Siz uchun mushundaq musiqangizni chelib, Bek çeplatıp rahmat. bir-birimizdan ketminni chepyapmiz bu yerda. Rahmat qizim. Endi Nurisa xonimning so'zini anglaylik. Men mush ovoz tusini bek izlagandim. Rahmat. Men sizga mush ovoz ilmiy jihatda, ovoz tusi jihatda azroq bir tarbiyalab qo'yay degan umiddaman. Shu ovoz chiqarishi, ovoz chiqarish texnikasini shu adingiz undan gap qildi. Ma'qul, rahmat. Sizlar olmaqsanmisiz? Bakriyaga fursat berildi. Ko'chatni not chig'idan tarbiyash kerak. Bakriya Kuyimchan Nurnisa muallimning yetaklishida cho'qim yaxshi natijalarni yorita oladi. Jipak yo'lida yangragan xush ovoz qalbimning larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash tutisiga sahib qilgan motivarni tanladim. Mening tanlashim nima edi? Motivar kiyimlari. Samimiy Abdullaga hamon qut baxtiyor bo'ladi. Xalqimizga kun diyor bo'lgan Qutyor savdosi 12 yillik shonliq musofirni besib bugungi kunga keldi. Qutyor xalqimizning umidini oqladi. Qutyor 2003-yildan boshlab hozirgacha tinimsiz izinib Qutyor savdosining sutini texmi o'stirdi, turini texmi sarxillashtirdi. Qut belgisi bilikdir. Savdo suyining sarkisi Qutyardir. Xalqimizning xushtari kam bo'lmasin Qutyori. Qutyor savdosi. Qutyor. Çin Nuri Biyofen Teknikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik menin Çin güzelgirin buyumları mahirlağa amet dileydi. Programımızda Devlet Derecilik Ekologik Rayon Kelpin Nahiyet Tağbağırı caylaşkan Kimiyelik doğrulardan hali, bulgangan havadan hali, şüphesiz buğdaylardan hali, bulgangan sudun hali, ozukluk madla köydürü bitlişten hali. Hesap tabiiyon işler çıkarıvatkan El Nuri unçılığı alaydı kolladı. Tabii yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Bu programını samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan Shubidin xoli biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi.
hayat sizga va bizga tugamas kuylarni baxsh etadi. Naqshlarimizda hayotni kuylaymiz. Bu do'stimizning ismi Jamila bor. Uning bizga aytib bermoqchi bo'lgan naqshi Uyg'urning naqshi. U xizmat va turmush ritmining zishligiga qaramasdan biz bilan Uyg'urlarda o'rtoqlashmoqchi. Men kichigimdan tortib oiladagilarninki ta'siri ostida san'at kasbiga bo'lgan o'tdak ishtiyoq ichida cho'ng bo'ldim. Men dal shu o'tdak ishtiyoqning turtkisi bilan san'at maktabiga qabul qilindim. 15 yoshga kirgan vaqtimda cho'ng sahnada naqsh aytish fursatiga erishgandan tortib o'zimga bo'lgan ishonch turg'izildi. Men uzun yillik xizmat davomida izchil holda yezikchilik, muzik ijodiyati qatorliq mush ishlarni izchil davomlashtirdim. Keyin mush jarayonda mayli yezikchilik jihatda bo'lsin, muzik ijodiyat jihatda bo'lsin, naqsh aytish, saz chalish, usul o'ynash qatorliq mushu alayliklarni izchil davomlashtirib keldim. Agar bugun talash fursati kelib qolsa, mush 4 ustozning ichida menga qaysi eng sinib meni tarbiyalab ketishga ko'zi bakrak yetsa, men shu ustozni tanlayman. Bugungi mush musobaqada o'tib chiqishga mening to'liq ishonchim bor. Maymun
Assalamualaikum sizlar. Aleykümselam. Men Başagan diyardan kelgan Jamila Varat bo'laman. Korucharlik 14-chi o'rta maktabning o'qituvchisi. Mush naqshini tanlashda o'zingizning bir maqsadingiz bormi? Bu naqshini men 7 yilning oldida yezib qo'ygan teksti Muhammadjon Rashtinkamning muzikasini izlab ishlagan. Bugun asqitib qilishni o'ylab baxmoqda ekanman. Muşqatınlıq programında nurgun mayırlar üzü nakşı yezip әкепчі мұшы бәк рағбаттандырып дегіштік наайты, үрметтәшік дегіштік бәк яқшы болды. Менің ижади нақшыларым фақат бұл әмәс. Нұрғын ижадиятlarım бар. Шыңлашқа, менің бәлкім кеткізіп қойған тарапларым удар. Әтігеннің яқы сәл харғыллап, мәчоқның яқы жетелік тіпәйлідім. Авазның алықы so'zilg'a yeri kelgan vaqtda o'zim o'ylagan yerga bormaganini bilman. Yana bu musobaqalar davomlashdi. Bo'ladi. Sizni yana mushu sahnada saqlaymiz. Texmi tirishing. Asarlaringizni anglashga tashnamiz. Bo'ladi. Uyg'urning vaqti uzilmaydi. Rahmat sizga Jamila muallim. Mehrli simoyingizga texmi go'zallik, xizmatlaringizga tilaymiz. O'tga to'lgan ko'zlardan aql nurlari chaqnab turgan bu yigitning ismi Mavlon Mamtini. Aksu Bay Nayasining keldi. Bu yil 26 yosh. Qani, u bizga qanday mahoratni ko'rsatmoqchi ekan, birlikda ko'rib boqamdik. Assalomu alaykum ko'ringan do'stlar. Men Mavlonjon Muhammad, bu yil 26 yosh. Bay Nayasidan. Hozir Şinjan Ezgilik Fanlar Akademiyasida xizmat qilyapman. Gerçi qilayotgan kasbim bilan san'atning qilcha aloqasi bo'lmasmi, ammo san'at kasbini hayot musofamdagi eng yaqin hamrohim qilib keldim. Men odatda muzik chelish, ijodiyat qilishni intayin yaxshi ko'raman. Muzik uslub jihatini olib aytsak, bossa nova va flamenco uslubidagi musiqalarni o'rindashni va aytishni intayin yaxshi ko'raman. Biz qarindoshlar muzik atirti eng nodir kuylarimizni ko'pchilik bilan o'rtoqlashish maqsadida degan bu yerga jam bo'ldik. Bu musobaqaga qatnashishdagi asosli maqsadim bo'lsa, sazlarning qimmatli takliflarini qabul qilib, bundan keyingi san'at hayotimda texmo zo'r natijalarni qo'lga kiritishim. Musobaqaning natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men uchun eng muhim bo'lgani yanada bir jarayon tajriba to'plash hisoblanadi. Lekin men oxirigacha tirishman. Hasret çekip ötmeyeyim, arzulurum bihudde, ben varmayım kütmeyeyim. Çekettim gerçeğini, niyetsiz görmeyeyim, şırap bana depmini, mehallemde yürüyeyim. Muhabbetlik nakşından hiç düşürmemen için hem havaldın ey yıkar ben geçmesen için Muhabbetlik nakşından hiç düşürmemen için hem havaldın ey yıkar ben geçmesen için başkayga bu dilim galemdur kipinekler ettin kanlar için
Aleykümselam. Özünüzü bir tanıştırın. İsmim Mevlancan Muhammed. Bu yıl 26 yaş. Bayın ayısıdın. Ben hazır Şinjan Yeziklik Fella Akademisi hizmet kılatıman. Bu an özünle yazgan mı? Bu müzikisi özümden icadeti. Teksti Mahmudcan Hoca Mitvar'ın teksti. Onun çıraylık işinlikten nakşı Bosanova uslubida şundak yaxşı akordlaştırdı. Şundak özümüm şu Bosanova ve Flamenco uslubidaki nakşılardı pek yaxşı görmen. Çünkü onu gapim desem, bugün şu to'rt ustozni ko'rganligimni intayin xursand. Men bo'lib shundoq bir Ipak yo'l sadasi programmasi orqali yuz ko'rishganligimni intayin xursand. Men bo'lib shu Erkin Abdulla efendimni bilan yuz ko'rishganligimni nihoyatda xursandman. Rahmat. Chunki men hayotimda tunji bo'lib shu sahnaga bugungi sahnaga dastigacha bo'lgan arliqdiki mush arliqda menga eng bek ta'sir qilgan san'atkor Erkin Abdulla efendimiz hisoblanadi. Endi qağa ustozlarimizga o'xshash. Unudan başqa muşayga chiqishdan burun sen demo har qandag'imizda bir orzu armonlar bo'ldi. Sen ijodiyat qildi ekansa, naqsh etdi ekansa, ukam. Ham qanday bir orzularing bor edi deb boqqina. Mening orzuyim bakmo cho'ng emas, lekin kichkina bir orzuyim shuki, mush ustozlarim bilan mushunchikin arliqda turib suhbat qilganimning o'zi men uchun eng zo'r baxt. Yaraysiz. Ruh birinchi o'rinda turdi. Mushundaq ruh bo'lgankan cho'qim muvaffaqiyat qozonaysan. İpek yolu sahnimiz nakşı etalaydiganlarına emas, yeni köp xil iqtidarga ega yoshlarga muhtoj. Mevlam Menteminning köp xil alayidligi Erkin ustozni qoyil qildi. Ham Erkin ustozning guruhiga tanlandi. Muborak bo'lsin. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik menin Çin güzelgirin buyumları mahirlarga omet tilaydi. Bu programı bilen hemkarlaşkan Tilak Zincir Simantiz Tabakhanısı görülmenlerinin ilmi ozuqlışını samimi. Aqtu nahiyasidan kelgan bu do'stimizning ismi Muhammad Seyit bo'lib. U tilimizdagi naqshlarni emas, boshqa xalqlarning tilidimi shundoq yaxshi naqsh etadi. Mana uning mahorati bugun sahnimizda namoyon bo'ldi. Vaqtlarimiz naqsh etish, naqsh mashq qilish, kitob o'qish, diqqatish qatorliq faoliyatlar bilan o'tadi mening hayot. Men o'zim xalq naqshlari bo'lsin, mayli klassik naqshlar bo'lsin, muqam bo'lsin, eg'ir detalliq naqshlar bo'lsin, qaysi naqshlar bo'lsa ovoz o'zim mashq qilgan, ovozim tushirish naqshni o'zim mashq etalayman deb qarayman. Bu musobaqaga o'zimninki shu naqsh kasbiyatiga alohidligini joriy qildirish, xalqning ustozlarning fikrini olish, kamchiliklarini to'liqlash maqsadida musobaqa qatnashish uchun o'zimcha keldim. Natija qozonmaslik masalasida men o'zimning amaliy ahvolim, o'zimning amaliy iqtidorimga bog'lab qarayman. Bagdad
Assalomu alaykum. Va alaykum. O'zingizni bir tanishtirib ayting boshda. Mening ismim Muhammad Seyit bo'ladi. O'zim Aqto'ng aydan keldim. Hozir men shu atish aylik naqsh tulimida ishlayapman. Artsa. Shu kasb uyumakda. O'zbek klassik xalq kuylaridan Tanavar. Hammamiz bilamiz bu. O'zgacha uslub bilan o'rlab berdiğiniz ovoz doirangiz shunday yaxshi. Obdan oraldığınız bir işki yani hesap qilmagan. Mehmet Seyit inim. Mao naqshini qaysi ustozning ovozidan o'rganganda? Men bu naqshini o'qiyotgan mezgilimda endi Shirli Jo'rayevning naqshlarini bir ikki tanavar ekan, shu ikkisini keyin men yaxshi yerlarni o'zim yaxshi ko'rgan. Birlashtirib olgan, o'zim birlashtirib aytib. Mao uslubni men mushu ohangda, mushu puraqda G'ulamjonninkini anglagan. U mushu ovozliq naqshchi. Katta aytib o'tgan. Sen mi yaxshi aytding? Rahmat. Boshqa naqshni mi yaxshi ayta olaysan sen? Abdurim Ahmedning naqshlarini ayta olaman endi. Asosan menga endi asosan uslub tanlamay. Darasan mesela yeşim çoğayıp kaldı degandek. Men bir jishning naqshlarini aytib batgan. Burunma. Nima demoqchiman endi buning shu uslubga hurmatim bor. Naqsh o'rgangandan keyin cho'qim shunda hammani anglash kerak, to'g'ri. Hammani aytmasimi, hammani anglash kerak. To'g'ri. Shunda bo'lganda jiq narsa juqudi odamga-ku. Cheksin dedingizmi? Unda bo'lsa bir bir minut a? Neydi? Nima bu jishning naqshini o'zim aytganimda tilni o'zimdan tilim endi. Aslında kızık gitmeyim şuna. Kızlıkçılık değil mi? Yaxshi qiziqchiligimda asosan ijod qilaman demoqchiman. Bir odamda o'qishim to'g'ri. Bo'ldi. Rahmat. Chaqchaq qo'ydik. To'g'ri. Arzu armonlaringizni davilang hamisha. Biz nurg'un sabab tufayli sani chiqish.
Özümüzün köşesiz imkaniyeti bulmadı. Ancak icadiyetlerini kılamen özümüzce. Kılanım bilen aşağıda kıp kaldı da ben de arlık sırak olgandı ki. Şunun olan özümüzne mamaya kaçırırsa iyi olamadı. Ama özümden bir oylagan şu Şinjan Uyghur Abdum rayonunda bir boşlukta hesaplangan özümünki. İzlengen bir nakş etiş tutulduğum ben özümden muça. Lekin bunu da emniyet köz bakmadım. Közlenmedim hem de. Hem de bundan keyin de ustozimning yardım orqali shu sahnega chiqsam degan arzu ediman. Shundaqla meni beqachon qilgan ota-onam urug'tiqalarimga sahna orqali ko'pdan ko'p rahmat. Teşekkürlerimi aytaman. Hop, yaxshi gap. Aferin, yaxshi fursatda butun tuqqanlar, ota-onalarımizga rahmat aytib oldik, kechirim so'rab oldik. Endi sening tanlashingga keldi Muhammad Seyit. Şunu ben de Abdullah kim tanısan? Mana oltinli bo'lsa hamon taqiraydi degan shura. Muhammad Seyit sahnimizda o'z talantini to'liq joriy qildirib qolmay, yana Abdulla Abdurim afandiga shogird bo'ldi. Yana olg'a ilgirlan Muhammad Seyit. Biz bu katta sahnadagi necha oyga so'zilgan keskin raqobatga hamroh bo'ldik. Ustozlarning mas'uliyatchanlik bilan chiqarilgan qarorlarga guvoh bo'ldik. Biz bugun shuni jakarlaymizki, Ipak yo'li sadosidagi tanlash va challash oxirgi bosqichlarga qadam qo'yib, keyingi sonlardagi bir-biridan nodir bo'lgan san'at asarlarini ko'rish orzuyimizga bir qadam yiqildik. Bu jarayonda tanlash fursatlari bu ustozdan Abdulla Abdurim afandiga haqiqatan ko'p keldi. Mana bugun Abdulla Abdurim afandining tanlagan shogird soni oxirgi chekka. Sizlik ovozliq mahirimiz Elzat Muhammad, asosiy qatlamdan kelgan do'stimiz Ne'mat Abduqodir, alohida tuvan ovozliq mahirimiz Arafat qalbi bilan dunyoni ko'rayotgan Farhodjon Abduqodir, yosh ijodkor Mahmudjon Nom, umidvor kuychi Abdukim Aysa, otish qizi Orzugul Abdurshid, qarz kuychisi Akbar Abaydo, istiqbolliq mahirimiz Abdusami Erkin, xo'tan yigiti Umarjon Nahmud, qalbimizdagi xush ovoz Zuldiyor Zohir, xush ovoz kuychi Mardon Abdukim, yangroq ovozliq mahirimiz Yusufjon Nijat, o'z orzusini qanotlantirgan Dilshod Qurbon, san'atga muhabbat bog'lagan Nurshod Ro'yi, davr kuychisi Shirali G'ani, Tirishchan mahirimiz Mirshod G'ofur, oqxalat farishta Gulmira Abdumet, muqam varisi Alisher Osman, yayloq guli Janor Turkiy, Modiqin havaskari Erpan Yasir, Yolqintoq o'g'li Musajon G'ani, al ortidan kelgan do'stimiz Abdumit Kera, yo'ng ovoz mahirimiz Aman Ali Ahad, kuy nasramchi Farhod G'ani, jur'at yigit Ahad Mamat, ijodkor Bog'lan Anvar Rekat, Muqam diyoridan kelgan To'lqin Mehmon, barcha yigiti Murodiljon Mamat Tursun, Qo'qtindan salom ilib kelgan Xolmurod Rekat, Muqam parvonisi Dilbar Iminniyoz, Harim o'g'li Dilmurod Muhammad, kuylar oshnasi Mamat Seyit Ismoil qatorliq xush ovoz kuychilar Abdulla sahnasidan iborat bir katta qo'shinni shakllantirdi. Keyingi qadamlarga omad tilaymiz. Programımızın kayıtlık asasen endinden itibaren Abdulla Abdurim Efendim'in mahir tanlash huquqi bo'lmaydi. Biroq Abdulla Abdurim Efendim izchil turda mahirlarga qarab ularga madad ilhomlarini baxshatdi bo'ldi. Undan boshqa bizning boshqa yetakchilarimiz g'ayrat qilinglar, yaxshi mahirlarimiz yana sizlarni kutib turdi. Shunaqla ular endi o'zlarining eng yangroq ovozi orqali cho'qim sizlarga yorg'idek naqshini sizlarga sunadi. Bo'ldi, mahirlar. Undaqda tayyorligimiz bitgan bo'lsa, sahnimizga marhamat. Çin Nuri Biyofen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girin buyumları mahirlarga omet dileydi. Bir yerde erkekler kuvvet içindeki samimi asker. Programımız hazırda başladı. Güzel kurla, güzel künçü boylarda özken mana bu yaş yigit bizga muhabbet kuyi taqdim etmek bulup bel bağlap geldi. Yani sahnimizde karametinizde ko'rsatdi. Ben odatda
Yevropa uslubdagi naqshlar o'zimizning xalq naqshlarini yoqtirib anglayman ham yoqtirib aytaman. Men bu Yepak yo'li sadosi programmasini do'stlarimning og'zidan, undidordan ko'rib, mana shu musobaqaga qatnashib keldim. Bizning oiladagilar meni yaxshi qo'llaydi. Mening bu musobaqada o'zimga bo'lgan ishonchim 100%. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani o'zingni bir tanishtirib qo'yay. Assalomu alaykum. Qarindoshlarim. Mening ismim Asqar Yunus. Bu yil 23 yoshga kirdim, yurtim Ko'rla. Shinjon san'at institutininki o'ttir texnikumni bitagan, o'ttir ovozli hejak hozir musiqa ishlayapman. Kuy o'zgartibsiz-a bu naqshida? Ishkini ko'tarib o'tasiz. Ishkini ko'tarib o'tasiz. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, o'zgarish qo'shilgan vaqtida men
Mahmud efendim işimiz tam örüldük. Şu ya bek ta'sir qildi bizning yuragimizga bari. Shuning uchun mening gruppamga kelib kuchli qo'shinimga a'zo bo'lishingizni umid qilaman. Rahmat. Buni bizningki diyorimizda tunji qitim 93-yili bizning rivoyat muzika tizimining gruppa boshlig'i ataliq kompozitor naqshchi G'ani Salih akamiz o'qidi. Bu naqsh menga bek yoqadi. Lekin sen o'zing ish qo'shib o'qitsan. So'ng aylandim sana. Ba'zi yerlarga ketib qo'yganlarni hisob qilmaganda yaxshi. Shu o'tir texnikumda hali yaxshi o'qibsiz. Hali yaxshi o'qibsiz. Shu garmoniya, ustiga shu muzikani akkordlashtirish jihati olsun, beyitish, o'rlash jihati haqiqatan yaxshi bo'ldi. Mening yuragimga tegdi. Rahmat. Naqshingizga rahmat. Mundaq o'ylasam bo'ldi, hozir agar mening yana tanlash huquqim bo'lgan bo'lsa, 4 muallimni aylantirdim degan gap. Aylantirib yutibsa. Qolgan gaplarni mush muallimlar qaysi muallimni tanlasang, shuni yetakchiligida asta-asta tuzib olamiz. To'g'rimi? Unda bo'lgandan keyin endi hozir sana tanlash huquqini beramiz. Men Erkin Abdulla muallim tanladim. Mübarek olsun. Asqar Yunus bugungi Yipak yo'li sadosi programmasida o'z mahoratini namoyon qildi. Biz uning san'at hayotiga texmo qutuqlarni tilaymiz.